Qahramoniylarning O'rta Osiyoga bosqinchilik yurishlari mavzusini vaqtlar chizig'i metodi orqali yoritish mavzusidagi video taqdimot. Vaqt chizig'i metodi o'quv jarayonida ma'lum bir mavzu, voqea yoki tarixiy hodisalarni vaqt o'qi bo'ylab ketma-ket tartibda ko'rsatishga qaratilgan ta'lim usulidir. Shu metod voqealarni va jarayonlarni aniq vaqt doirasida joylashtirish imkonini beradi. Shuning uchun o'quvchilar voqealar qanday ketma-ketlikda sodir bo'lganligini, sabab va natijalarni tushunishi osonlashadi. Vaqt chizig'i metodining asosiy maqsadlari va afzalliklari quyidagilardan iborat. Birinchisi, vaqt tartibini anglashni osonlashtirish. Ikkinchisi, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash. Uchinchisi, ma'lumotni vizual tarzda taqdim etish. To'rtinchisi, tarkibni tizimlashtirish va beshinchisi, faol o'quv faoliyatini rag'batlantirish. Qahramoniylar sulolasi eramizdan avvalgi 6-5 asrlarda Eron hududida yuzaga kelgan va o'zining keng imperiyasi bilan mashhur bo'lgan davlatdir. Bu davlatning tarixi, xususan qahramoniylar yurishlari, tarix fanida muhim o'rin tutadi. Qahramoniylar sulolasining O'rta Osiyoga bosqinchilik yurishlari timeline metodi, ya'ni vaqt chizig'i metodi orqali ko'rsatilgan. Ulardan avvalgi 545-yilda Kerikki qahramoniylar sulolasiga asos soladi. Ulardan avvalgi 530-yil Kerikki Tomaris ustiga, ya'ni O'rta Osiyo hududida bosqinchilik yurishlarini boshlaydi va miloddan avvalgi 530-yilda vafot etgandan keyin taxtga uning o'g'li Kambiz ikkinchi o'tiradi. 522-yilda esa Kambizning ukasi, ya'ni Kerikkining ikkinchi o'g'li Dorobir taxtga o'tiradi hamda bosqinchilik yurishlarini davom ettiradi. Ushbu metoddan foydalanish orqali tarix darslarini olib borish juda ham samarali natijalar beradi. Birinchidan, bolalar ma'lumotlarni vizual tarzda ko'rishadi va eslab qolish uchun juda samarali natija beradi. Va dars jarayonida ham eshitish, ham ko'rish natijasida voqealarni nafaqat ketma-ketligini, balki sabab va oqibatlari, natijalari haqida ham ketma-ketlikda tahlil qila olish imkonini yaratib beradi. Bundan tashqari, shu metod orqali sinfda guruhlarga bo'lish yoki juftliklarda turli xil o'yin tariqasida ham o'tkazish orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin.